Tün bayan, her tünde bayan, tün bayan, en samimi dilden bayan. Bugün bu güzel tününüzün ma'nilik, ahmetlik bo'lishini istab, mikrofon aldı hazır boldum. Xo'sh azizim, tün bayanımni boshlashdan ilgari sizga mundaq bir gapni qilg'im keldi. O'z xilingni topolmasang, yolg'iz yurayver. Har kimlarni do'st tutaverma. Bo'rimu tanha qolsa, oyoq qarab hovlaydi-ki, tulkini zinhar do'st tutmaydi. Shundaq azizim. Bu tunda sizga deydiganim, amdiki yo'llarni yolg'iz mengishni o'rganing. Diqqatingizni aqtirg'aysiz. Loyao Hayat nomli asarning bosh betiga shundaq yozgan ekan. Hayat yo'li garchi uzun bo'lsa-mu, muhim yeri faqat bir necha qadamdir. Yosh chaqlarda texmi shundaq. Hech kimning turmush yo'li achalsiz, tüp-tüz bo'lmaydi. Xato basgan bir qadamning zeyni bir mezgillikmi, umrlikmi bo'lishi mumkin. Hayat o'zini to'xtamay yuksaltish va kuchayish jarayoni bo'lsa, eng yaxshi qutqazg'uchi yanala o'zimizdirmiz. Qiyrilikqa mang'ach yaxshilanib mang'ayli. Qolgan umrimizda ruhi qiyniq, ichi suzuk odam bo'layli. Birinchidan yuksak orzular bo'lsin, puxta qadammi bo'lsin. Orzuying nima degan savol hammamizga tonish. Buningga ba'zilar tizli boy bo'lib ketish deydi. Ba'zilar muqim xizmat tepish deydi. Yana ba'zilar cho'ng shahardan uy elish deydi. Ko'ngilga loyiq tushkun bo'lmasa, inson har joyda sarsonidir. Xuddi shuningdek, odamda bir orzu bo'lsa, ondan bardoshlik sabab tepiladi. Bu jahonda ulug' orzular kam emas. Kimi faqat shuni ishga oshiradigan chidam va g'ayratdir. Do'stim Damovning xizmatxona echish, o'z mashinasida sayohat qilish, chatga chiqib o'qish degandek nurg'un orzulari bor edi. Sho'g'inisi u qachon qarasa go'zal kelgusining planlarini qiladi. Ko'rganlar odamga orzusi bilan maqtandi-yu, o'zining hozirgacha to'zi xizmati yo'q. U egiz shaqqa esilgan ham xiyolparastrak bola. Ishlarni oxirigacha qila olmaydi. Ozroqli qiyinchilikqa yo'l tiyib qoladi. Jafodan qochadi. Rohatga amroq. Bundaq odamlar uchun albatta orzu bilan tushning farqi yo'q. Shunzi tuman yo'llar bir qadamdan mengilur, cho'ng iqillar bir taramdan yig'ilur degan ekan. Hayotda hech bir yo'l arzimas yoki ahamiyatsiz bo'lmaydi. Osmondan po'shkal tushishni kutmay, o'z baxti uchun mazmut qadam bilan mong'andala, ondan do'lqinlarni yorg'idek ishonch, yo'l echib mong'idek iqtidor bo'ladi. Gavshosung orzu o'ylag'ach xush bo'ladigan ishdir. Havas o'ylag'ach azoblanadigan ishdir degan ekan. Azaldan yulduzliq osmonga nazar solmas, yiroqlarga talpinmas kishilar bo'ladi. Ular hozirda yashashni o'ylaydi. Gullarning echilishi, mevalarga ta'm kirishi, odamning yetilishi hammaga bir jarayon ketadi. Orzular amalga oshqicha tegishli xizmatni joyida ishlab turganmi tuzuk. Chunki odam yaqin yo'l ko'zlasa, xom xiyol bilan yursa bo'lmaydi. Hayotda hech ishda qisqa yo'l yo'q. Shunga yuksak orzularingiz bo'lsin, puxta dastlab mong'idek qurbatingizmi bo'lsin. Ikkinchidan, yolg'izlikqami katta jasorat, sunmas jonliqlik ketadi. Turmushda yolg'iz yurish bak jafoliq, yolg'iz hayot bak azobliq, yolg'iz odam bak g'aribsindo degandek paranglarni anglab turamiz. Halbuki hayotda ba'zi yo'llarni hamon yolg'iz mengishga to'g'ri keladi. Garchi kunlar holidan ketish bilan o'zini saqaytishlar orasida takrorlansa-mu. Bir anglag'uchimdan mundaq bir inkas keldi. Bugun lag'manxonaga borgan. Chiqishimda 2 qo'y pulni deb xo'jayin bilan takollashib qoldim. Yegan lag'manim 15 qo'y ekan tuq.
Мен tizimlikdan xato ko'rib olib, 13 qo'y to'labla mengibdiman. U keynimdan qo'g'lab kelib, oqqarni ayirmayla meni qasdan kam to'laganga chiqarib so'zlab ketdi. Men uning gap deb bera olmay, qolgan pulni berib etib mangdim. Shu chaqda ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Uning gaplari bakmi har kelgan edi. Shundaq tursam, opam telefon qilibdi. O'zimni sal tutib olib, hech bo'lmagandek oldim. Ondan telefonni qo'yib etibla ixtiyorsiz o'pkadab yig'lab ketdim. Shu chaqda uyni shunchalik seg'indimki, yutilgan ochiqlar o'tib ketganda odam hammani tushundi deganni rasmiy his qildim. Odam shuncha ojiz turib, ba'zida katta bir qobiliyatlar bo'lishini tilab ketar ekan. Ammo amaliyotda yanla amaliyot eshib qilgani, yanla horg'in qadamlar bilan yiqilib qopib tirishayotgan o'zimiz bo'ldi ekanmiz. Aslida hayotda hamma ish o'ngishli bo'lib ketmaydi. Ozroq jafo yoki ziyon tortishni, yolg'izlikqa ko'nishni o'rganish yetilishimizda tegishli badallardan bo'lsa kerak. Xuddi Martin aytgandek, kuchliklarning hammasi cho'qim ilgari yordam qilarlarga, qo'llarga yoki hol so'rarga hech kimi yo'q bir kunlarni tishini tishlab o'tkazgan bo'ladi. O'talmaganlarga u taksiz bir hang, ammo o'tib ketganlar uchun yetilish sovg'asidir. Hayotda nurg'un jafo mushaqqatlar keladi. Bizga davomli chidab ketishga bir sabab lozim bo'ladi. U sabab oddiy bo'lishi mumkin. Masalan, so'yganlarimiz yoki bizni aslaydiganlar uchun terishish degandek. Qolgan hayot bakmi cheklikdir. Butun kuchimiz bilan tirishqach, o'zimizga o'pdan ko'nishni unutib qolmaylik. Uchinchidan, keyniga to'l qaraydigan odam manzilga yetolmaydi. Biraylan odamning haqiqiy pishqan holati qandoq bo'ladi deb so'rabdi ekan. Biri shundoq javob beribdi. Keyniga qaramaydi, o'tmishni eslamaydi. Haqiqatan shundoq. Biz turmushda doim o'tmishga qaytalagan bo'lsam-chu degandek gaplarni qilamiz. Jahonda eng o'rinsiz so'z navoda bo'lsa kerak. Demisimi, o'tgan kun yonmaydi. Sunuq aynak butunlanmaydi. Yozg'uchi Shinyu shundoq degan ekan. Bu uzun hayotda oxirgi pallik yetmaguncha o'zingizga kimning odoqqa hamroh bo'lganini bilmaydi ekansiz. Ba'zida birlar uchraydi. Shu deb qolasiz. Keyin aslasangiz, shu bir bo'lak yo'ldan yo'ldoshdir. Hayot xuddi poyezd safariga o'xshaydi. Nurg'un chiqish tushishlar bo'lib turadi. Har qismi kishilar uchraydi. Har xil hikoyalar bo'ladi. Ba'zida suyunishlik, ham ba'zida azobliq. Siz uningda bo'lgan ishlarni aslasangiz bo'ladi. Ammo poyezdga qarshi mangaman desangiz bo'lmaydi. O'tgan ish odamga tajriba bo'lsinki, putqa tushak bo'lib qolmasin. Shundaq bir masalani o'rtoqlashqim keldi. Cho'lda ketib qolgan tugaga bir eshak uchrabdi. Eshak uningdan so'rabdi. Bu cho'ldan qandoq chiqa olayman? Tuga javob beribdi. Menga vergin. Shunchaliklimi? deb so'rabdi eshak yondirib. Ha, debdi tuga. Menga vergin. To'xtamay mang'in. Boshqa amali yo'qmi? debdi eshak yana. Yo'q, debdi tuga. Amal shu. Keyningga qaramay, menga vergin. O'tgan ishqa salovat. Unutish kerak qilmay yot. Qo'yib o'tmish yukini qilib ko'ngilni azot. Oxirda deydiganim, qiyirliqqa mang'ach ham yaxshilanib mangayli. Tabiiylikni tutayli. Hozirimizga yuz kelgidek yashayli.
xuddi iliq so'zdagidek. Сөйсәк juftimizdin, oylansak manzaridan, yotsak to'shakdan, ham yolg'izlikda o'zimizdan armon qolmasin. Bu tundagi bayonimizda men bilan sirdosh bo'lganingizdan xursand bo'ldim. Tun qo'yniga singib kirib, men bilan har tunda asr olishishni, har tunni ma'nilik, ahamiyatli o'tkazishni istasangiz, bu yerga kelishni unutib qolmang. Bu yerda mehr muhabbat bor. Bu yerda oshiq yurakning muhabbatlik shivirlashlari bor. Bu yerda sizga hamroh tatliq ovozlar bor.